Hürmetlik vatandaş, bugünkü islaha, geçirenli bugünkü islaha, 2021 yıl 3. ayının 24. günü. Endi sizlerle muhakeme kılımız, yukarıda körüp ettinler. Biz avval Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin'e rahmet eytimiz. Neme üçün? Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin bugün Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden'ning siyosatiga moslashib xalqaro hamkorlik o'rnatib degandek. Bu qatim prezident Joe Biden hukumatining Alyaska shtatida Jungo Alyas suhbatida taglikni oshkorlab, hammani oshkorlab Jungo hukumatining oldiga qo'yishi va shuning munosabatlik holda Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning Beijingni ziyorat qilishi bir qator harakatlarni qisqachilab prezident Vladimir Putinning Amerikaning prezidenti Vladimir Joe Bidenning tashqi siyosatiga, ya'ni bo'libmi Uyg'uriston siyosatiga moslashib berganligi uchun, qadamni moslashtirganligi uchun ikki davlat o'zining kuchini Uyg'uriston masalasi bo'yicha ko'rsatganligi uchun ham prezident Joe Bidenga, ham prezident Vladimir Putinga rahmat aytamiz. Nima uchun bunda qoldirib ketdik? Ko'ring. Bir devletning, tünki dost, ittifaqdosh devletning, masalan, Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Beijingga ziyoratga kelsa, Reis Xi Jinping nima uchun ko'rishishni rad qildi vatandosh? Ko'rishishni Reis Xi Jinping nima uchun rad qildi vatandosh? Uyg'uriston qo'ldan ketdi. Tarixdagi shartnomalar bekor qilinish oldi turibdi. Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi shartnomalar bekor qilinish oldi turibdi. Balki bu so'zlar so'zlanib bo'ldi, aytilib bo'ldi. Ikki jihatdan bu uch davlat, cho'ng davlat o'zaro bu ishlarni bir-biriga uqtirish qilib bo'ldi. Buni Xi Jinping allaqachon biladi va Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin shu bo'yicha ishladi va o'zining tashqi ishlar ministri Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovni Beijingga shuning uchun avatdi. Biz uni bosh so'zlab qo'ygandik, hozir takrorlasak kechiring vatandosh. Bu jahon silkinadigan ish, Uyg'ur o'rnidan dasturdigan ish, Uyg'urning ko'k bayrog'i, Uyg'uriston Jamhuriyatining bayrog'i, Sabit Damilla hojim tikkan bayroq, degan bayroq lapildaydigan kun. Hurmatli vatandosh, dunyoning tarixi mushundaq o'zgardi. Qarab turing vatandosh, dunyoning dengiz sohillarida adışıp ketken dünya tarihi, dünyanın çöllüklerinde, cezirelerde adışıp ketken, nişan yo'qotgan dünya tarihi. Bugün işinin ki Amerika Qo'shma Shtatlarının yardımı ko'ngil bo'lishi ve Amerika Qo'shma Shtatlarga diplomatiya siyosatida hamkorlashib Rossiya Federatsiyasining haqiqatni oydinlashtirishidan iborat mushundaq tarixiy sharoitda buni mening farazim yoki qiyosim desanglar bo'ladi. Mushundaq tarixiy sharoitda bu dunyo tarixi Uyg'uristonning ko'k bayrog'ini ko'tarib, Uyg'uristonning qadimiy poytaxti Urumchi shahriga kirib keladi. Men hozir mana shu vaziyat bilan hukm qildim sizga, hurmatli vatandoshim. Bugunni qarshi olamiz. Qarab turing, mana hozir Tashqi ishlar ministri Rossiya Federatsiyasining Sergey Lavrov apandi Beijingga ziyoratga kelibdi. Ziyoratni va suhbat yig'inini Guilin shahriga o'rinlashtiribdi, Nanning shahriga o'rinlashtiribdi. Dal mushu kunda Beijingda Reis Xi Jinping xizmat ustida emas, Fujianga ketibdi. Jiang Xinjiang shundaq dedi.
Fujian'ga ketdi dedi Jansinje. Fujian'da nima ishi var deyishganda ishi yo'q edi dedi Jansinje. Nimishqa bu diplomatiya sohasi nimishqa bunday qulaysizlik yuz berdi deb savol qo'ydi Jansinje. Biron kelganda ko'rishgan edi diplomatiya vaziri bilan dedi Jansinje. Masalan, Wang Yi Yaponiyani ziyorat qilganda Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe'mi, Guayyi'mi qabul qildi degan, qabul qildi, ko'rishdi degan edi. Bir davlatning diplomatiyaga tashqi ishlar ministri ikkinchi bir davlatga borganda shu davlatning boshliqlari qabul qiladi, ko'rishadi, gap qiladi. Bugun nima ish bo'ldi Xi Jinping? Xo'sh. Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov ne qabul qilmadingiz? Nima ish bo'ldi Xi Jinping? Tarix shundaq dediki Xi Jinping Uyg'uristonni qaytirasan. Uyg'uristonni Uyg'urga qaytirib berasan. Uyg'uristonda qurgan davlatni asliga keltirdi Uyg'urlar. Mo'sha tartibni, xalqaro tartibni bejirasan. Xalqaro rasmiyatni o'taysan. Mo'sha tarix balki sen birinchi bo'lib Uyg'uristonda qurilgan 3-Cumhuriyatni e'tirof qilasan. İşler shundaqmi? Tartib shundaqmi? Shuning bilan beshingiz og'ridimi rais Xi Jinping? Herkes. Hayot va dunyo o'zining mintaqasi bo'yicha yaratgan tarix, o'zining mintaqasi bo'yicha davlatlar orasidagi borda keldi munosabatlar, o'zining mintaqasi bo'yicha tarix belgilagan davlatlar o'rtasidagi davlat manfaatlari va shundaqla eng muhimi Amerika Qo'shma Shtatlarining tarixiy adolat, axloqiy adolat. Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosat aylanib davr qilib bugun O'rta Osiyoga yetib keldi. Ya'ni Uyg'uristonning poytaxti Urumchi shahriga markazlashdi deymiz-da buni. Ko'ring, siz endi Rossiya hukumati, Federatsiya hukumati, Vladimir Putin prezident barliq shartnomalarni bekor qiladi. Qandaq mijozingiz jungo'liq apandim, men sizni hargiz xafa qiladigan gapni qilmayman. Chiroyliqcha, hamma ish chiroyliqcha. Urush yo'q, talash yo'q, daqidun baqbat, g'alaba bor, tabriklash bor, musha. Shodlik, xuramlik va Uyg'ur uchun aytganda endi vaqt keldi dedi hozir. Davlat Majlisi bu da o'ttirib qo'ygan qaror loyihada Prezident Joe Biden hukumati hamda amaliy harakat qiladigan vaqt keldi dedi. Mana biz buni amaliy harakat deymiz. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken 18-19 kuni Alyaskada hammani qo'ydi, hammani echib-etdi. Bu sening ichki ishing emas. Mana shundaq tashqi ishim. Tabriklayman Jonaxay, sizni yomon ish emas bu. Yani şunun bilan birga hozir Rossiya Federatsiyasini, yani Amerikaning tashqi siyosiga moslashib bergan qadamni moslash to'g'an Rossiya Federatsiyasini, Prezident Vladimir Putinni, tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovni tabriklayman.